Spiral qo'ydirgandan keyin ayollar qiladigan eng ko'p xatolar. Birinchidan, spiral qo'ydirgandan keyin shifokorga borishmaydi. Shu spiral qo'ydiradi, shu bilan 4 yil, 5 yildan keyin oldiraman deb o'shandagina qaytib keladi. Unaqa bo'lmaydi. Spiral qo'ydirgandan keyin har 3 oyda, hech bo'lmasa 6 oyda ginekologga chiqib tekshirtirib turish kerak. Ikkinchi eng ko'p qilinadigan xato bu, agar spiral og'riq bersa ham, ko'p qon ketsa ham, bu norma deb o'ylash. Unaqa emas. Agar sizda qon ketishi kuzatilsa, kuchli qon ketishi kuzatilsa yoki kuchli og'riqlar kuzatiladigan bo'lsa, albatta ginekologga tekshirtirib, spiral qanday turganligini tekshirtirishingiz shart. Uchinchi qilinadigan eng ko'p xato bu muddatiga e'tibor bermaslik. Ko'pchilik ayollar spiral qo'ydirgandan keyin 10 yil, 15 yil, 20 yilgacha, 20 yil, 25 yilgacha yurib keladigan ayollar bor. Hatto klimaks bo'lgandan keyin, ya'ni menopauza bo'lgandan keyin ham spirali turaveradi. Menga xalaqit bermayapti deb. Bu spiralda turganidan nima foyda? Klimaksga kirgandan keyin, hayz tugagandan keyin u narsani olib tashlash kerak. U yot modda hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, spiral qo'ydirdingizmi? Albatta, ushbu spiralning holatini doimiy ravishda baholab turish shart.